Bugun bitta klientim yozdilar. Onam va ayolimga sovg'a olmoqchiman, eng chiroyli rangidan chiroyli qilib o'rab bering dedilar. Yaqinda bitta mashhur brend nomini aytolmayman, joy namozi onam uchun oluvdim. Qalin deb shunaqa maqtashgan edi, lekin hidi bor ekan, umuman ketmadi. Yuvib ham bo'lmas ekan. Bekor shuncha pulim uvol bo'ldi. Onam umuman namoz o'qiy olmadilar, hidiga chidolmay. Menga bo'lsa, ayolim aytdi, hidi bor ekan. Oyijon ishlata olmayaptilar dedi. Keyin hidlasam, rostdan ham g'alati hid kelyapti. Qaytaraman desam, olishmadi. Shunga sizni joy namozingizni ko'rib qoldim. Faqat hidi yo'qmi deb so'radilar. Yo'q, bizda unaqa hid bo'lmaydi. Yana chiqarishdan oldin har bittasini dazmol qilib, yaxshilab qarab, keyin o'raymiz deb aytdim. Unda onamga, ayolimga va yana ikkita erkak kishi uchun o'rab bering dedilar. To'rttasini chiroyli qilib o'rab, Yandex taksidan chiqardik. Yetib borgandan keyin oldim. Rahmat, juda ham chiroyli ekan. Yoqdi. Ichidagi sovg'asi uchun alohida rahmat. Allohim rozi bo'lsin deb duo qilib qo'ydilar. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Mahsulot olgandan keyin ichini ochayotganda birinchi o'rinda bu ko'rinishi, hidi va sifati bo'lishi kerakmi yoki yo'q? Olgan mahsulotingiz sizga yillab xizmat qilsa, duo qilib ishlatasiz. Nasib.